Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. Muhammed İbni İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyh'in Sahih Bukhari namlı kitabıda İmam Bukhari rahmetullahi aleyh gusül taharet münasebetliklerinin layıkı toplulup bugün mındaktaydı. Cunup ademninki tamçilere mesela bunun hükmü kanda ve şunakla Müslüman necis bulmaydı diyen ibaret hakkında toxtalmoqchi. Ama lekin bu babning ostidagi hadisda mesela bu ta'ning tamchisiniki qanday bo'lganligi haqida hech qanday bir ma'lumot bermagan. O hadisning o'zida undaq tushuncha yo'q, ammo Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki hadisdagi qaratma so'zidan Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bu musulmonniki tamchisi bilan kofirning tamchisi haqidagi farqni bu yerda sal alayda farqlandirgan. Şu asasda bir qism ulamolar mesela kofirniki şu zoti ya'ni o'zligi bir nejas musulmon navada u junub bo'lgan taqdirda buning junubligi hukmi ya'ni ma'naviy nejas, ammo lekin u bir qism ibodatlardan to'sib qoladi, masalan Qur'on tutish, Qur'on o'qish qatorliq shunga o'xshagan. Ammo amaliyotda mayli junub bo'lsin, mayli junub bo'lmasin, musulmon odamning o'zligi ya'ni o'zi bu pokiz deb qaralgan. Bu 283 numaralı hadis İmam Buxoriy rahmetullahi alayh bizga Ali ibn Abdullah hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishini tarjimali o'tgan İmam Buxoriyning eng katta buyuk ustozlaridan Ali ibn Madini degan kishi shu. Bu kishi deydi bizga Yahya hadis so'zlab bergan edi deydi. Yahya desa Yahya ibn Said al-Qattan deydigan bir muhaddis bu kishini tarjimali o'tgan. Bu kishi deydi hamda bizga Humayd hadis so'zlab bergan edi deydi. Humayd at-Tavil nomi bilan boshda o'tgan, namoz o'qitib o'lib ketgan odam bu namozlik vaqtida. Bu odam deydi bizga Bakr Abi Rafi'atdan hadis so'zlab bergan edi deydi. Bakr ibn Abdullah ibn Umar ibn Hilal al-Muzani nomi bilan boshda o'tgan. Abu Rafi' deganimiz bu kishining tarjimalimi boshda o'tgan. Abu Rafi' ibn Sa'iq yoki Nufay' as-Sa'iq deydi boshda o'tgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki davrda o'zi musulmon bo'lgan, jahiliyat yashagan odam, lekin Rasululloh bilan uchrashish fursatiga erishamagan. Rasululloh bilan uchrashishdan burun Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'lib ketganda, keyin Basraga kelib shu yerda makonlashgan. Bu kishi Abu Hurayra radhiyallohu anhudan, bu sahoba. Bu demak bu hadisdagi raviylarniki hammasi tarjimali boshda biroz tarjima qilingan. Bu hadisda hamda Abu Hurayra bu bayonni bayon qilib o'tib, haqiqatan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga Abu Hurayra o'zining Madinadagi ko'chalardan bir ko'chada Rasululloh bilan uchrashganligini junub holatida. Shu orliqda men Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan astalam so'g'rilib bilan boshqa yoqqa ketdim deydi, yo'shirindim deydi. Anda uyga berib, yuyinib bu odam yoki subayaga berib yuyinib, anda yana qaytib kelibdi-da darhol. Kelgandan keyin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Abu Hurayra nalada ulab ketding, yo'qolib ketding ya degandan keyin nalada ulab ketding degandan keyin Abu Hurayra javoban debdiki, ya Rasululloh, junub edim. Sizlar bilan bundaq tahoratsiz, ya'ni junub holatida o'ltirishni toza men yaxshi ko'rmadim, xohlamadim degandan keyin payg'ambarimiz taajjublanib, subhanalloh, musulmon degan nejis bo'lmaydi juma deb shundoq degan edi deb Abu Hurayra bu mazmunni sunyapti bizga. Endi musulmon nejis bo'lmaydi degan iboratga qarablam Imom Buxoriy rahmatullohi alayh demak junub odamniki tahari masalan tamchilari bu junub bo'lmaydi, bu pokiz degan yakunni chiqargan bo'lishi mumkin. Chunki hadisning o'zida nejis bo'lmaydi degandan keyin bu aytgan nejislik faqat ma'naviy bir holat yoki tasodifiy yoki hodisiy bir holat. Shariatga hukmga munosabatli muayyan hukm bilan qayd qilingan, bog'langan bundaqda. Ammo masalan Qur'oni Karimdagi mushriklar nejisga oyat qarta bir qism Ibn Hazmga o'xshash, masalan zohiriy mazhabniki ulamolari mushriklar nejisdir, bu ya'ni shu zoti o'zlik yani nejisdir deb qaragan. Lekin bu qarashga nisbatan boshqa ulamolarniki bunga
başqacha tushunchalar bor. Ular bo'lsa bu kofirning qilmishi nejis. Bu a'zosi nejis emas. Uning e'tiqodi nejis. Bu e'tiqodidagi nejislik masalan, uning qilmishdagi nejislik hargizmi uning badani, a'zoyi nejis deyishga bo'lmaydi deb qaragan. Undan boshqa bir qism ulamolar bu kofirlar ko'pincha masalan halol bo'lmagan narsalarni yegachgan yoki paskin ishlar bilan bakrak shug'ullanishga ko'pincha bu yerda bularning umumiylik holatiga qartilib masalan nejis deyilgan deyildi. Amaliyotda kofirlarningki tartamchilarimi pokiz. Chunki Alloh subhanahu va taolo ahli kitoblarni olsa musulmonlarning bo'ldiganligi haqida oyat bor. O ahli kitoblar agar kofir masalan bular nejis bo'lgan bo'lsa, musulmon erlar ular bilan yetib qopidi, ularning tartamchilarimi cho'qim bu vaqtda nejis bo'lgan bo'ladi. Demak, mayli kofir bo'lsin, mayli musulmon bo'lsin, odamning tartamchilarimi pokiz demakchi bu yerda. Bu hadisda nurg'un hukmlar bor. Birinchidan masalan o'quvchilarning o'zining ustozlar bilan bo'lgan muomalani yaxshi shaklda pokiz masalan shaklda o'tirib qo'pashniki muhimlik haqida bu Abu Hurayra'niki bu jihatga bu o'ziniki tanlashi. Undan boshqa bu yerda o'zining o'quvchilari bilan bo'lgan muomalada bir qism masalalarni ansirgan vaqtida uni so'rab baqish, ahvolni so'rab baqish degandek. Bu ahvolmi yaxshi, go'zal axloq. Yana birisi yunish ahvolni uni sal kechiktirsin bo'ladi degan bo'ladi. U bo'lsa payg'ambarimiz mu'min nejis bo'lmaydi degan so'zi, ya'ni birdan turib yunsang bo'ldi degan orqa ma'nomi bundan chiqishi mumkin. Lekin namozning vaqti ketganga qadar kechiktirishga bo'lmaydi bundoqda. Yani birisi bununda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'niki muamelesiniki yaqinlik va muloyim ekanligi. Abu Hurayra o'xshash kambag'al kishilarga nisbatan Peygamberimizning o'tirishni xohlab, uning bilan bir paranglashib qo'yganligi bu bir hissdoshlik hamda kambag'allarga nisbatan. Sallallohu alayhi nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.